Mollar. Qo'ng'iroq chalinganga necha minut bo'ldi? 5 minut bo'ldi. Qani hammang darsga kir. Nima mana soch? Nima mana jumbosh? A? Necha marta aytdim men senga soching opke deb, a? Agar ertaga ham optirmasang, o'zim seni sochlaring qaychilab tashlayman, tushundingmi? Nima bu ahvol? Onangni uyida yursanmi? Va bu o'quv dargohi tur joyini tozalab kel. Jumayeva, assalomu alaykum. Ikkita o'quvchingizni bering, tashqariga qo'rlarni tozalaylik. Qor tozalashga? Turayib keling, sota qo'zi. Bar. Qumni ana shira sepinglar, mana shu yo'lakcha erisi. Men o'z qor tozalayga olib kelaman. Men ushlayman, sen sepki. Bo'l. Stadion quribdimi? Ha, qo'rga futbol o'ynaymiz. Ketdik. Ustoz aytdilar, jismoniy tarbiya sinfda bo'lar ekan. Stadion qor ekan. Ketdik zamonda bo'lgancha qor bilan o'ynab kelamiz. Yoshlik sani o'ylamagankan. To'xtang, men sizga yordam beraman. Yo'q, begim, xijolat qilmang. Siz damingizni oling, o'zim, sultonim. Boshimga 90 kilolik baxt qushi qo'nibdi-ku. O'tiravering, deb xotinim ne ish qilyapti, chiqib yordam beray deyish yo'q-a? Ha, kir yuvyapmanmi? Kirmoqchi yuvadi-ku, menga nima deysan, be? Yoyishchi uni. Ey! Boshimga balo bo'ldi bu xotin, Begim, ko'nglingiz qanday salat tusaydi? Olivye, Julius Caesar, yaponskiy, brazilskiy, germanskiy. Bilmasam? Hozir rasmini chiqarib, menyu qilib kelaman. Xohlaganingizni tanlaysiz. Ha? Mayli. Qanaqa salat yeyishim xohlaykonim aytaymi? Nimani aytasiz? Umrimni yeganingiz kammi? Yana shoirlardek osmonga qarab nima salat yeyishimni aytaymi? Qayerda o'rgandingiz bu qiliqni? Mana bu ishingni hali yog'lab qo'ymadingizmi? Kirga chiqadi g'ichir. Sen o'zgardingsan, bilmayman qaydan rang olding, sen o'zgardingsan. Qaynoqini suvab keldim, oyoqlaringizni vannichka qilgani, pahlavonim. Yo'q, shart emas, polvonim. U kakitga. Yo'talsa og'zida varikozi ko'rinyapti. Oyog'iga aql chiqibdi. Ichini qarang, vir o'tyapti. Nima shpatgacha doktorga bormadi, kelin. Yaxshi nafas olayotdilar-ku 1 oy oldin. Tok kursak bo'lmaydi, mana kinolarda bo'ladi-ku, elektromobilmi tirilib ketadi. Siz uchun sovg'am bor, sizga yangi kurtka olib keldim. Baxtiyormani, meni ham sizga sovg'am bor. Mangami? Sultonim. Mana Imperiya Shuba do'konda xohlaganingni paltomi, shubami tanlab ol. Mehli ro'mollari ham shunaqa chiroyli zo'r ekan. Zo'r bo'ladi-da, biri hammasi yevropeyskiy meh. Qalay, yarashibdimi? Yarashdi, faqat tezroq olaylik, chunki 31-yanvargacha 40% chegirma bo'lyapti ekan bu yerda. Mana, sizga sovg'a. Ko'ngil to'g'riligini qara, senga askop kiyildim-mi? Rahmat, masak yemay siqqina. Bu ishingni hali ham yog'lab qo'ymadingizmi? Tuzatmabsiz-ku, derazani nima aytdim, tuzatish kerak deb oshxonadagi o'tirlarni olib turib qo'yish kerak. Yerni ham ag'darmagansiz, hammasini aytaman. Yo'q bo'lay. Alaman sizlelim alaman. Sarnoz daftaring berib ko'chirishga? Yo'q, bermayman. Agar daftaring bo'lsang, navbatchi bo'lgan paytingda senga suv to'shib beraman. Agar ketib qolsang o'ldiraman men. Ketmayman. Chanqoz sheb yonlagansan. Mana familiyam jurnal oxiriga ko'may, kecha nafs ko'p ketadi. Bugun jurnalni oxiridan boshlab so'rayman. Satorov, sen chiq doskaga. Ustoz men bitta ruchka olib kelar, ruchka qolmabdi, yo'q ekan. Kimga ikkita ruchka bor, beringlar. Menda bor. Yodlash kerak edi, o'tir 2. Bugungi mavzu bir qani? Ustoz men buyruq olib kelaymi? Bo'ta, ustoz menda bu va hozir. Ber qizim, sen chiq doskaga. Sarvinoz biznikiga yotishga borgin, ovqat qilamiz, dars qilamiz. Xo'p. Shahboz, bugun bizga yotishga borgan bo'lsa qilib mulklardan. Bormayman, dada, o'tgan safar o'ylab ishladim. Yillar o'qiganim ketmay cho'mdim bo'lmaydi. 3 kundan keyin ustozimiz tug'ilgan kunlarini nima sovg'a olamiz? Kirmashni olaylik. Lekin qaydan olamiz? Men zo'r joyini bilaman. Imkon savdo markazida 31-yanvargacha aksiyalar bazmi ketyapti. Unga ko'ra barcha turdagi smartfonlar, maishiy texnikalar va avtomashina jihozlari, shuningdek Artel, Avalon, Shivaki, Vesta, Royal, Samsung brendi mahsulotlarini katta chegirma yoki zo'r bonus bilan xarid qilishimiz mumkin. Bo'lmasa ana shu kirmoshni olaylik. Shunimi? Davay. Bolalar, 9 bilan ustoziga kirmoshni olibdi. Nima olamiz endi? Lekin zo'r narsa tanladik-a? Nima bu? Bumi mana yuqori unumdorlik, past shovqin darajasi, LED yoritgich 3 bosqichli tezlik ekan bu.